Mana bizda bugun shunaqa mazali trubuchka pechenyemiz tayyor. Sizlarga buni tavsiya qilaman yeb ko'rishga, ham pishirib ko'rishga. Un, margarin, tuxum sarig'i, suv, razrahlitel va tuz. Birinchi quruq masallarimizni sovulamiz va margarin qo'shib olamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Kroshka bo'lgunicha. Endi tuxum sarig'imiz bilan suvimizni qo'shib olib, xamir qorishni boshlaymiz. Menda xamirim suyuq bo'lganiga jichcha un solib oldim. Mana, menda shunaqa yumshoqqina xamir chiqdi. Ustidan paket o'rab olib, tindirishga qo'yamiz. Endi olib, to'rtburchak shaklida yoyib olamiz va kesib chiqamiz tekis qilib. Endi trubuchka qolipimizga shunaqa ko'rinishida o'rab chiqamiz va duxovkaga solamiz. Endi krem qilamiz. Birinchi bo'lib sariyog'imizni krem teksturasigacha mikserlaymiz. Endi zgushanka solamiz va uni ham yaxshilab mikserlaymiz. Endi bizda shunaqa mazali trubuchkalar chiqadi. Trubuchkalarimiz ichiga mazali kremdan to'ldirishni boshlaymiz. Va tayyor bo'lgandan keyin ustidan saxni pudra sepib chiqamiz. Va bizda shunaqa mazali trubuchkalar chiqadi.